Burun yuzimizdagi kichkina a'zo bo'lib, lekin shu bilan birgalashib organizmdagi eng murakkab sezgiga javob beruvchi a'zolardan biri hisoblanadi. Ko'zni ilg'amas maydigina molekulalar har nafas olib chiqarganimizda burun shilliq qavatidagi millionlab retseptorlar bilan aloqaga kirishadi. Har bir retseptor kimyoviy formulaga ega bo'ladi. Molekula va retseptorlar birgalashib hid bilishni yuzaga keltiradi va u bevosita bizning hid bilish markazimiz bilan bog'lanadi. Lekin shu bilan birgalashib burnimiz tuklari yordamida har xil bakteriya, viruslardan tozalab, havoni o'pkaga xavfsiz holatda kiritishiga yordam beradi va har bir havoni ilitib, namlab, mo'tadil holatda o'pkaga kirishiga yordam beradi. Hid bilishimiz bevosita xotira bilan bog'liq. Burnimiz ichidagi hid retseptorlari bosh miyaning emosional markazi bilan bevosita bog'lanib, tafakkur va anglashni yuzaga keltiradi. Shuning uchun har bitta hid bizda emotsiya, xotira va instinktni yuzaga keltirishi mumkin. Shu bilan birgalashib hid bilishimiz ta'm bilishini ham hosil bo'lishda ishtirok etadi. Bizni sezadigan ta'm bezimiz bu hid retseptorlari va tilni sezish retseptorlari bilan birgalashib yuzaga keladi. Shuning uchun agar bizda hid bilish pasaysa, o'z navbatida ta'm bilishimiz ham pasayishiga olib keladi. Burun bu oddiy datchik emas, balki bizni himoya qiluvchi, filtr qiluvchi, bevosita xotira va emotsiyalar bilan bog'lab turuvchi murakkab a'zo hisoblanadi.